Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Mana 45 talikdan keyin ortishga keldik. Buradan Fransiyaga ortib ketamiz. Italiyadan Fransiyaga. Mana Visavoyga turib oldik birinchi. Taroziga tortib, keyin bandusga qo'ydi. Kabel ortyapmiz, menimcha katushka. Assalomu alaykum. Да нормально. Mana akalar ortib chiqdik. Endi hozir Italiyadan Fransiyaga Mont Blanc degan tunneldan o'tamiz. O'sha tunnel orqali o'tamiz. Shvetsariya emas, bu tomondan kirib chiqamiz. Endi bu ham katta tog'larning orasi, Alp tog'lari ham yerga ham kelgan. O'shaning ichidan tunnel o'tkazgan, o'shadan o'tamiz. Yaqinlashyapmiz. O'tish tartibini hozir aytaman unda ham. Mana Mont Blanc. Hozir biz tiket oladigan joyga kelamiz oldin. Hozir ungacha bor bu. 60-70 kilometrmi bor. Tunnelgacha. Biz platnida o'tamizda postgayi bor, ana shu yerda tiket beradi. Euro 6 boshqa deb ko'pchilik shayda pulini to'laydi. Tak, yashil yonib turgan tagidan o'tamiz, svetoforni. Mana shu bo'tkadan tiket beradi. Euro 6 san, boshqa san degan. Ya'ni Mont Blanc'ga kvitansiya beradi-da. Tak bizniki to'langan yo'limiz. Baribir shu yerdan o'tishimiz kerak. Aldık. Şu tikette. Kechasi ko'rinmaydi, mana tog'ni yarmiga keldik hali. Tunnellar to'plamida bu yerda. Har bir tog'dan tunneldan o'tib ketaversa, hammasi qo'shilib bu platni ko'cha deyiladi. Bir tunneldan chiqdik, endi mana yana bir tunnelga kiramiz. Katta tog'. Qor bu yoqda, qor. Sezdirmay podiyom qilib kelganda bilinadi bari, natijnoy. Mana o'sha Mont Blanc degan tunnelda o'ziga ham yaqinlashamiz, hamma joy qor. Endi bir 10-20 ta tog' bo'lsa, birinchisidan boshlab sal tepaga ko'targanda podiyom qilib, hammasini shunday kesib o'tib kelamizda, eng mana bu balandtagisi bu yerda bir 11 kilometrlar tunnel. Mana shuni kesib o'tgandan keyin narigi Fransiyada o'sha pastga qarab tushib ketamiz, tikka. Fransuzlar unaqa qilib hamma tog'da kesib podiyom qilib tunnel qilib kelmagan. Tunneldan chiqasiz, Italiyada bu Mont Blanc'gacha tunneldan kirasiz, 5-6 kilometr yurasiz, chiqasiz, keyingi tog' yana tunnel qilib, hammasi shunaqada, lekin podiyomga tepaga qarab ketaverasiz. Hozir mana tepadagi Mont Blanc'ga chiqishda ham
mana shunday qilib qo'yibdi. Zigzag qilib tepaga chiqib olasizda, keyin boyagi tunnelga kirasiz. Tepada qanaqadir hostel. Hozir nonga boramiz, tiket ko'rsatamiz, keyin menejer sotib olgan yo'lda kvitantsiyasini ko'rsatamiz budkada, keyin darish ketamiz. Mana shu bo'linib boshladik. Avtobuslar bir tomon, Urzovoylar bir tomonda. Mana alonga ochatga turibmiz kassaga KPPda. Shu yerda o'zida qimillamay yarim soat turdik. Kassani oldida endi siljayamiz. Sanki короче berdik. Bizga chek berdi, to'landi qilib, endi ular yurmayapti. Svetofor yondi, qizil. Все, to'xtaymiz. Bu ham to'xtaydi. Bittalab qo'yib yuboryapti. Oradan orani ochib. Yashil. Flagbo'mga to'xtaymiz baribir. Ketdik, shlagbom ochildi. Fransiyaga xush kelibsiz. Tunneldan chiqdik. Fransiyaga kirdik. Biz tunnelni yarmi o'sha Fransiyaga qaraydi. Territoriya bo'yicha. Mana Fransiyani trassalaridamiz. Kuchanyapmiz. Tog'larida. Marsel tomonga qarab ketyapmiz. Mana akalar, kecha yetmay bir stankada yotib qoldik, hozir keldik. Mana bir nomer bilan dokumentdan bordik. Ertalab soat 5 dan 8 gacha razgruska. Hozir 5 da keldim. Bular aytdi, bo'ldi, 16-rampaga qo'y dedi. Ketdik endi mashinaga. Mana akalar tushirib qaytyapmiz. Yana o'rta degan joyga qarab. Короче, Fransiyani eng chekkasi, ya'ni okeanning bo'yiga keldik почти. Bu yerda bilmayman, qish bo'lmasa kerak-da bu yerda. Plus 15 hozir ham. Quyosh endi chiqyapti. Biz soat 5 da tushirishga bordik. Tushirib avval chiqdik. Hozir mana 7 bo'lyapti. Quyosh endi chiqyapti. Bu yerda qish bo'lmasa ekanda, plus 15. Bo'lmasa fevral oyi. Короче, akalar yondiryapti. Mana 18 gradus bo'lib turibdi. Okeanning bo'yidamiz. Bu tomon okean, shu tomonda necha kilometr? 5-10 kilometr shu tomonga. Hozir Через 900 метров используйте выезд направо и продолжайте езду по трассе Т-13. Потом на кольцевой развязке используйте второй выезд. Hamma yo'lda aytib qo'ydik-ku, o'sha borguncha adashib ketdim, bir boshdan aytdim. Tak o'sha tomonga qarab ketyapmiz. Pagoda dahshat lekin. Gap yo'q. Quyosh yondiryapti. Fransuzlar nimaga kulib yuradi desam, pagodasi zo'r, oylik yaxshi. Kulib yurar ekanda. Месье deb. Сверните на съезд направо. Потом на кольцевой развязке используйте второй выезд. Крутые правый.
ketdik shu Через tomonga 200 qarab. метров. Ana dala. Mana senga qishlog'i. Quyosh charaqlab turibdi. Narlig'ida okean. Sel kelganda, sel kelgan qarang. Suv ko'tarilgan bu yerdan. Suv bosgan ikki tarafda ham. Yana shunaqa qilib 20 kilometr yuramiz hozir. Chekkaga qarab. Через 600 метров Tak, mana bunga chiqamiz bir tomon bilan salgina. Agar chiqmasak ham o'tarkanmiz. Ketdi, biz chapga qarab ketamiz. Ana qarang. Shiferni urib ketmasak bo'ldi bu. Ketdik дальше. Chiroyli uy ekan mana bu. Rangi chiroyli ekan. Bonjour. Ketdik. Mana uyda hech kim yashamas ekan. Mana unda mana o'toq qilyotibdi. Молодец. Yo'lingga qara desa mana bu yerda zigzag bor. Mana kuchugini qarang. Bizga qarab uradi hozir. Bu mahalla zo'r ekan, chisti mahalla ekan. O'zimiz kir mashinamiz bilan через 200 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. musor tashlagani kelib tashlab ketyapti dachadagilar. Qoyil. Plashatkasi bor ekan. Futbol nima bir bola. Tennisni ekan. Krutoy mahalla ekan bu. Mana daraxtlar qanaqa daraxt bu? Tak, bizga qayerga dedi? O'ngga. Используйте первый выезд. Adash shu bilan ekskursiya qilib ketmaylikmi mana bu yoqqa qarab. Ketdik o'ngga. Продолжайте ехать по дороге 4 километра. Gullarni zo'r ekib qo'yibdilar. Basketbolning anosini qaranglar, plashatkasi. Mana bu yoq. Krutoy mahalla ekan bu. Mirse yengil mashinalar bilan sig'isha olmayapmiz, lekin ketyapmiz hozircha. Boraveraylikchi, 16 kilometr qoldi. Bo'lamiz поворот. Yo'q, ketdik. Bayroq olib qo'yibdi. Bir vadalar.
Merci. Bo'lmabdi, tezroq chiqib ketaylik bu yerlardan. Adashdi-da navigatorim, yana adashdi. Tochka lekin turibdi mana shu tomonda. Через 600 метров поверните направо и продолжайте езду по трассе Т-13. Через 100 метров поверните налево и продолжайте езду по трассе Т-13. Да ну нафиг, mana yerdan burilyapti. Поверните налево. Поверните налево и продолжайте езду по трассе Т-13. Iloji yo'q shu tomonga ekan. Qonqishli emasmi tomonlar? Yo'q shekilli. Продолжайте ехать по дороге 4 километра. Офигеть. Tepalikka chiqamiz endi. Seni sutga beraman bir kun oxiri. Navigator. Google ham shaqdan ko'rsatib kelyapti boshdan. Tomosha qilib yo'limizda ketdik. Merci. Merci. Stalba ham qiyshayapti. Mashina tushib kelyapti, iftiru. Nimadir zo'r hidi kelyapti. Zo'r o'tlarda, giyohlarda. Короче, mana shu fermerlarda konservna zavodi bor ekan. Qayerdadir mana 1 kilometr qoldi. Mana shu fermerlarda konservna zavodiga, ya'ni nimaiki yerda yetishtirsa konserva qilar ekanda. O'shandan konserva ortib ketamiz Niderlandiyaga. Через 1 километр попадите к цели. Спасибо. 1 kilometrdan keyin manzilga yetasan deyapti. Так. Грузовойlarga mana shu yoqqa deyapti. Через 200 метров поверните направо. Seretrам. Давай, çık. Keyin men chiqaman. Парковкani ham Через 100 метров поверните налево. Akalar o'rtasida keldim. Bir akamiz turgan ekan, Blers. Nomerini qarang. Mich 163.
163. Meniki Mich 165. 2 soatga keyinmi endi 2 minutga keyinmi registratsiyadan o'tganda bu akamiz ortib olibdi. Bu akani ham tentlarni rosa tutibdilik. Bu aka ham Niderlandiyaga ortib ketyapti. Troslarni boya uzun troslarni ham qilasan deydi, plomba gruzni bog'laysan ham deydi. Xullas kalon shunaqa ekanda bu. Mashinasi biznikiday rosa tutibdi, lekin buni ham o'g'rilar. Tentimga qanoq qilardim. Gap yo'q. Boshlandi, chaqiryapti endi. Mana bog'lab chiqamiz. Har bir paletga bittadan qo'yib, o'g'loqlarni qo'yib. Orqasini mana shunday ikkita stoykani qo'ydik. Используйте второй выезд. Qiziq voqea. Mana kecha ortib chiqdik, yana dam oldik. Короче, orasi где-то 1300 km ortgan joyimdan tushiradigan joygacha. Hozir mana zapravkagacha 775 km qoldi. Undan keyin yana bir 200 300 km. Короче, bugungi hisobida men mana уже почти 4 soat yurib bo'ldim. Ya'ni maksimum 6 soat yura olaman. Eng qiziq tomoni tushirish ertalab soat 8 ga fix qilib belgilangan. Oldinda yana почти 900 nech kilometr bor. 1000 kilometr, 1000 kilometr bor. 6 soatda o'tish kerak. Qiziq bular. Shu planirovchiga ham, menejerga ham qiziq bular. Podyom spускlarda mana yuribman, o'rmalab. Mana Parijga kirib keldik. To'g'riga Parij. Используйте выезд направо и продолжайте езду по трассе 104. Объездноyga o'tamiz Parijda. Продолжайте ехать по дороге 22 километра. Endi buni probkalarida vaqtimiz 1 soatda 48 minut qoldi. Parijda o'tib keta olamizmi o'sha vaqt ichida? Shu muammo. Ketdik. Mana boshlandi probka. Trafik. Bir nechta obyezdnoy bor Parijda, hamma obyezdnoy mana shunday qizarib yotibdi. Menejer, starший menejer, mayda menejer, начальниклар telefon qildi, shu qilmasak bo'lmaydi, haydash kerak. 10 soatda ham deb mana 707 km yurdim. No, muammo o'ylagan stoyankamga 2 minut kech qoldim boyagi probka bilan. O'zi 20 km qoluvdi, 1 soatda 48 minut vaqtim bor edi. Почти 2 soatda 20 km, 26 kmda o'taman degan niyat bor edi. Mana sizga Parijda probkasi. И то men mana bu prezdga to'xtadim. Mana yerimdan fora o'tadimi, yo'qmi? Joy yo'q. Вообще joy yo'q. Parijda obyezdnoyda. Mana shunday tiqilib to'xtadim. Bu yoqda ham mana joy yo'q. Bordyorga tiqilib to'xtadim. O'tar endi mana shu yerdan fora.
o'tmasa ham endi iloji yo'q. Naryoqda aylanib o'tib ketaveradi. Belgiyaga xush kelibsiz. Belgiyaga kirib keldik. Har doimgidek o'zimiz tushiryapmiz. Bo'lsa-bo'z. Tak mana akalar, Gruzda ham tushirdik. Mana Gollandiyadamiz, Rotterdamda, Niderlandlar yurtida. Gruzda tushirdik. Soat 8 da kelishimiz kerak edi, 10 da keldik. Ushbet qilmadik vaqtiga, lekin 1 soatdan keyin chaqirdi. Hech qanday muammosiz tushirdik. O'zimiz tushirdim. Xullas kalom, mana endi yana Gruz ortib ketishim kerak edi. Uje taxografda qaradim. Mana aytdim, 1 soat 16 minut vaqtim qoldi. Gruz ortadigan joygacha bemalol yetib boraman 50 minutda, lekin ushbet qilmayman Gruz ortishga dedim. Shu bilan ertaga subota kuni ortamizmi deb maslahat qildim. Yo'q, birdan dushanba kunga qildi. Endi yana 45 ga qoldik. Nasib inshaalloh. Gollandiyada zo'r parking ekan, o'rmon, nima deydi? O'tlar, mana shunaqa parking. Bu tomonda shahar, Rotterdam. Chiqib aylanamiz endi bu hafta. Akalar, videomiz yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa ham like. Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Alloh omonat sizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, duoda bo'lib turasizlar.